Agar siz ham menga o'xshab mana shu go'zal joyda surat yoki video olmoqchi bo'lsangiz, videoni oxirigacha ko'ringlar. Tuzkon ko'limiz Jizzax viloyati Forish tumanida joylashgan. Nomi nima uchun Tuzkon? Sababi suvi sho'r, o'tga mashina tushadi, pastga o'sha yerda palatkalar qo'yib dam olsa bo'ladi va katerlari ham bor. Aynan mana shu g'or lokatsiyasi kerak bo'lsa, Telegram kanalimda olasizlar. Pastda ham bir ikkita zo'r lokatsiyalar bor. Ketdik. Tuzkon ko'lining yana bitta qiziqarli joyi bu mayak. Bu mayak tarixi ham o'zgacha. 80-yillardami, 90-yillardami bu yerda kino olingan O'zbek film tomonidan va ularga mayak kerak bo'lgan. Va shuni qilishgan, keyin o'zi qolib ketgan. Mana ko'rinishi mana bunaqa mayakni. Mayak nima deb so'rasanglar, bu Ummon dengizida shunaqa qo'yadi, mana qirg'oqqa yaqin, qoyalarga yaqin joyda fonar bo'ladi. Bunda aylanadi. O'sha fonar sveti yetgan joygacha kema borishi mumkin, keyin уже to'xtash kerak. Agar siz bu qaysi kino uchun qilingan mayak ekanini bilsangiz, kommentariyada shuni yozib yuboring. Shaxsan men uchun qiziq. Orqamda mashinamni ko'rib turibsizlar. Любой mashina keladi bu yerga. Mana ko'l va ko'limizni qori mana shu yerda. Aniq lokatsiyasi Telegram kanalida deb aytdim.